gapirdi berdilar. Alloh sizlarga mingni bersin. Assalomu alaykum, hurmatli musulmon ahli, hurmatli birodarlar. Avvalo hammalaringga kattadan katta rahmat. Alloh taolo hammalaringdan rozi bo'lsin. Gulnoraxon opamga ochilgan ehsonimiz mana bugun inshaalloh ulug' ayyom kun juma kunda yopilish arafasida. Xudo xohlasa opa, xalqimiz yordami bilan mana shuncha mablag' yig'ildi. Inshaalloh siz operatsiyangizga yetadigan mablag' yig'ildi opajon. Общий summalarimni hisoblaganda mana 10 ming, mana o'zingizni mahallani harakatlari bilan yana 10 ming, 20 ming va so'mlar bilan qo'shib hisoblaganimizda opa jami 25 ming AQSh dollari bo'lyapti. Hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana hamma cheklarimiz biz topshirib ketamiz sizlarga. Cheklari bilan hisoblaganda jami 25 ming AQSh dollar mablag' yig'ildi. Bu mablag'da bu mahalla kuyda sa'y-harakati va siz azizlarni mana shu yurakdan chiqarib qalbdan qilgan ehsonlaringni mana omonatini opamizga yetkazdik. Opa, xursandmisiz? Bizdan, xalqimizdan rozimisiz? Jonim qizim, siz ham rozimisiz? Mana shu qisqacha videolarini qo'yganman. Duo qiladi hammalaringni inshaalloh opamiz yaxshi bo'lib kelsa iloyim. Hamisha duoda bo'ladi mana shu qisqachalar. Hammalaringni haqqlaringga azizlar. Allah razı olsun. Demek niyette vergen olsalar ehsonlarını özler gayda kabul kılsın Allah'ım. Hemmelerin rahmet şunçalik yığa berip bana şunçalik Hindistan'a cennet yaptırganlar için rahmet hemmelerinden Allah razı olsun. Allah'ım. Azizlar, alhamdulillah sizlar bilan uddaladik. Inshaalloh opamda Alloh dardiga shifo bersin. Sog' salomat mana shu farzandlarini yonida doim turib, inshaalloh yaxshi bir oilalarga uzatib, hamisha duosini olsin. Hammalaringdan juda ham minnatdormiz. Kattadan katta rahmat. Uzoqlashmaylar, Xudo xohlasa biz sizlar bilan juda ko'p yaxshi ishlarni birgalikda amalga oshiramiz. Bu yo'lda yordam bergan jamiki aka-ukalarimizga, mehnat qilganlarga ham Alloh taoloning roziligi bo'lsin. Hammamiz inshaalloh bir kuchimiz, birdamlikda, yaxshilikda bardavom bo'lamiz. Hammalaringga rahmat.